2026-yilning 1-fevralidan boshlab qurilish pudrat va subpudrat shartnomalarini soliq organlarida majburiy hisobga olish tartibi joriy etildi. Mazkur tartib Soliq qo'mitasining may3.soliq.uz axborot tizimi orqali amalga oshiriladi. Ushbu amaliyot elektron hisobvaraq fakturalarda ushbu qurilish xizmatlarining havoladagi mahsulotlar va xizmatlarning identifikatsiya kodlari tanlanganda amal qiladi. Ushbu video orqali shartnomani ro'yxatdan o'tkazish hamda shartnoma identifikatsiya raqami asosida elektron hisobvaraq faktura rasmiylashtirish tartibini yoritib beramiz. Shartnomani soliq organlarida qanday qilib ro'yxatdan o'tkazish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam may3.soliq.uz shaxsiy kabinetiga kiring. Ikkinchi qadam qidiruv bo'limiga shartnomalarni ro'yxatdan o'tkazish deb yozing va elektron ro'yxatga olish bo'limiga o'ting. Uchinchi qadam tadbirkorlik subyektlari o'rtasida tuzilgan shartnomalarni elektron ro'yxatga olish oynasida barcha zarur ma'lumotlarni to'ldiring. Muhim eslatma: shartnoma predmeti bo'limidan qurilish pudrati shartnomasini tanlang. To'rtinchi qadam qo'shimcha ma'lumot bo'limida obyektning kadastr raqamini yoki kapital identifikatsiya raqamini kiriting. Agar kadastr tanlansa, obyektning tegishli kadastr raqami ko'rsatiladi. Agar kapital identifikatsiya raqami tanlansa, obyektning kapital.imv.uz tizimidagi raqami aks ettirilishi lozim. Beshinchi qadam keyingi bo'limda faoliyatingizga mos qurilish xizmatining identifikatsiya kodini tanlang. Tanlangan mahsulot va xizmatlarning identifikatsiya kodini 3-ustunga kiriting. Qolgan bo'sh maydonlarni to'ldiring va yuborish tugmasini bosing. Shartnoma onlayn ro'yxatdan o'tkazilgandan so'ng may3.soliq.uz tizimidagi shartnomalar reyestridan shartnoma identifikatsiya raqamini aniqlab nusxa oling. Endi shartnoma identifikatsiya raqami orqali elektron hisobvaraq fakturani to'ldirish tartibini ko'rib chiqamiz. Birinchi qadam avval nusxa olingan shartnoma identifikatsiya raqamini tegishli maydonga kiriting. Ikkinchi qadam quyidagi ma'lumotlarni to'ldiring. Hisobvaraq faktura raqami, shartnoma raqami, hisobvaraq faktura sanasi hamda shartnoma sanasi. Mazkur ma'lumotlar kiritilgach, tizim shartnomaga oid asosiy ma'lumotlarni avtomatik ravishda shakllantiradi. Uchinchi qadam keyingi bo'limga o'ting va qolgan bo'sh maydonlarni to'ldiring. Unda xizmat hajmi, narxi va qo'shilgan qiymat solig'i stavkasini kiriting. Shundan so'ng sahifaning yuqori o'ng qismida joylashgan saqlash yoki imzolash tugmasini bosing. Agar oynada hujjat muvaffaqiyatli saqlandi degan yozuv paydo bo'lsa, elektron hisobvaraq faktura rasmiylashtirish jarayoni muvaffaqiyatli yakunlangan bo'ladi.